Assalomu alaykum kanal a'zolari, mehmonlari, yigitlar, qizlar. Bugungi mavzuyimiz yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Ikkita variant bo'ladi. Birinchi variant yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Ikkinchi variant yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Yaltirab qolyapti. Videoni pauzga qo'yib tanlashingiz mumkin. Shaxsiy rasklad uchun video ostidagi raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Demak, birinchi variant yaqin kunlarda sizni nimalar kutyapti? Yaqin kunlarda sizni xursandchilik qilgan mehnatingizni natijasini olishingiz kutyapti. Nimalar kutyapti yaqin kunlarda? Tan olinishingiz kutilyapti. Ko'pchilik sizni qilgan ishlaringiz bilan tan olib, rag'batlantirishlari mumkin. Bu narsa hujjatlar bilan bog'liq ishda ishlaydigan bo'lsangiz, hujjatlar bilan bog'liq vaziyat, lekin degan joyi bor. Lekin bu yerda qandaydir manipulyatsiya, yolg'onga duch kelishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Kimdir sizga tuzoq qo'yayotgan bo'lishi mumkin, hujjat bilan bog'liq. Shuning uchun sizni maqtashganida ko'p ishonvormang o'zingizga, chunki bu yerda tuzoqli vaziyatlar kutib turgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zingizni strafovkangizni olgan holatda harakatlanishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, nimalar kutyapti yaqin kunlarda? Ish bilan bog'liq, kollektiv bilan bog'liq qaysidir maqsadingizga erishmoqchisiz va bu maqsadingiz yo'lida harakat qilyapsiz va qandaydir natijalarga erishyapsiz, lekin qaysidir tarafi siz kutgan natijani bermasligi mumkin. Ya'ni qilayotgan harakatingizni 30% natija beradi, qolgan 70% natija bermayotgan holatda bo'lishi mumkin. Mana shu holatga sabab siz ishongan yoki qandaydir kollektiv tarafdan sizga yordam berilishi kerak bo'lgan yoki siz ishongan inson tarafidan sizga sotqinlik bo'lyapti. Bu yerda siz kutmagan tarafdan orqangizdan pichoq urishlari mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Ayniqsa bu pullik xizmatdan foydalanayotgan bo'lsangiz, siz pul berib qandaydir xizmatdan foydalanasiz yoki kimdir yordam berishi uchun pul sarflayotgan bo'lsangiz va bu qaysidir maqsadingiz yo'lida qilinayotgan harakat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sizni orqangizdan ish qilinayotgan qandaydir ish bor. Proverka qilib ko'ring. Nimalar kutyapti? Bu yerda mana shunday, qaysidir vaziyat to'xtab qolgan bo'lsa sizda, qaysidir vaziyat to'xtab qolgan bo'lsa, bu vaziyatda sizni illyuziya, ya'ni sizni illyuziyaviy holatga, katta narsalarni kutib olishingizga olib kelishi mumkin. Ya'ni sizga katta gapirib, natijani esa qilib bera olmasligi mumkin. Va buning sababi sizga nohaqlik qilinyapti bu yerda. Sizga ayyorlik, g'irromlik qilinyapti. Ehtiyot bo'ling. Sizni qandaydir vaziyatda yolg'on gapirishayotgan bo'lishi mumkin sizga va mana shuning uchun ham sizni niyatingizga erishishingiz kerak bo'lgan vaziyat to'xtab qolgan holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni yo u yoqqa, yo bu yoqqa hal bo'lmayotgan holatda bo'lishi mumkin. Yaqin kunlarda nimalar kutyapti? Albatta, bu materialniy holat bilan bog'liq. Bu yerda materialniy, ya'ni mablag' bilan bog'liq, pul bilan bog'liq yoki biznes bilan bog'liq yoki lavozim ko'tarilishi bilan bog'liq vaziyatlarda siz qaysidir maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz yoki yangi bir joyga o'tmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, yangi bir ishga kirmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, umuman olganda yangi bir biznes, pul bilan bog'liq yangilik
qilmoqchi bo'layotgan holatingizda yoki sizni lavozmingiz ko'tarilishi kerak bo'lgan holatda emotsiyaga berilmaslik kerak. Emotsiyaga berilmaslik kerak. Mana shu sizni boshqalarga yordam berishga bo'lgan urinishingiz mana bir xil paytda siz o'zingizni o'ylab o'tirmasdan o'zingizdan kechib bo'lsa ham boshqalarga yordam berasiz. Doim qiyin holatdagi insonga yordam bergan oqko'ngil, emotsional inson sifatida turibsiz. Lekin bu yerda siz agar siz ishonchingizni kimdir oqlay olmasa, kimdir sotqinlik qiladigan bo'lsa, buni biladigan bo'lsangiz, bu insondan bir onda voz kechishingiz mumkin. Lekin bu yerda siz hali bilmayotgan vaziyat bor. Qaysidir vaziyat o'xshamayotgan bo'lsa, bu siz ishongan odamni orqangizdan ish qilayotganligi natijasida bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun ham emotsiyaga emas, aqlga, xo'p, nima qilish kerak? Emotsiyaga emas, aqlga berilishi kerak. Bu yerda emotsional holatingiz boshqalarga yordam berishga, o'zingizni o'ylamasdan ham boshqalarga o'zingizdan kechib yordam berishingiz sizga mana shunday sotqinlik, ayyorlik holatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun aql bilan ish ko'rishingizni tavsiya qilaman. Nima qilish kerak bu yerda? Agar siz pauza olish kerak bo'lsa, pauza oling ishingizdan. Bu yerda ko'proq ish bilan bog'liq vaziyat tushyapti. Pauza olish kerak bo'lsa, pauza oling yoki otpuskaga chiqing. Yoki munosabatlar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda munosabatlarda pauza olib ko'ring. Mana shunaqa narsa turibdi. Lekin o'shandagina o'zingizni energetik resursingizni to'lg'izganingizdan keyingina sizda yana ham katta rivojlanish bo'ladi. Katta o'sish bo'lishni boshlaydi. Sizga birozgina vaqt kerak, dam olishingiz kerak, energiya to'plab olishingiz kerak. Mana shunda sizda juda ham yaxshi tarafga o'zgarish bo'ladi. Sizga maslahatim, dam olish kerak birozgina. Muammolarni keyinga qoldiring. Hech bo'lmasa shu bir haftacha o'zingizga dam bering. Farqi yo'q bu. Ishda bo'ladimi, munosabatda bo'ladimi, hozirgi vaqtda energiyangiz juda ham bo'sh. Ko'p sarflab yuborgansiz. Mana shunaqa holatda turibsiz. Shuning uchun ham balkim sizni aldash oson bo'layotgandir. Siz kutgan, ko'p narsa kutib o'rgan insonlaringiz siz xohlagan natijani bera olmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birozgina vaziyatga trezviroq, yana ham o'tkir nigoh bilan qarash uchun birozgina dam olish sizga zarar qilmaydi. Demak, ikkinchi variant. Tinchlik, xotirjamlik holatida bu inson. Bu vaziyat xotirjamlik, tinchlik. Tinchlik, xotirjamlik. Bu yerda tinchlik, xotirjamlik, ayniqsa finansiy holat bilan bog'liq yangi narsalarni o'ylayotgan, rejalashtirayotgan, o'zini qandaydir yangi boshlamoqchi bo'lgan ishlari bo'yicha o'y-xayollarga berilayotgan inson bor. Agar siz biznes odami bo'ladigan bo'lsangiz, qandaydir biznes bilan shug'ullanadigan inson bo'ladigan bo'lsangiz va bu biznes bilan bog'liq yangilik qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, bu yerda ko'proq xayolingizda planlashtiryapsiz. Hali amalga oshirish bu yerda ko'rmayapman. Yaqin kunlarda nima kutyapti sizni? Bu yerda oilangizdan bo'lgan kimdir yoki oilangizni finansiy holati bilan bog'liq bo'lgan kimdirdan sizga juda ham qattiq udar bo'lgan bo'lishi mumkin. Sotqinlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Kimdir siz ishonchingizni oqlay olmagan holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Va shuning uchun ham siz yangi boshlamoqchi bo'lgan narsalaringiz pauza holatida turibdi. Finansiy holat pauza holatida to'xtab qolgan. Nima uchun? Chunki sizga xiyonat qilishdi. Shuning uchun ham yangi boshlamoqchi bo'lgan ishingiz
faqatgina planingizda turibdi. O'zingizni dunyoyingizga sho'ng'ib ketib qo'ygansiz. Hozir endi bu narsalar yaqin kunlarda bo'ladigan narsa. Men hozirgi zamon bilan gapirayotganimga e'tibor bermang, chunki bu narsalar shu yaqin 10 kunda ichida bo'lishi kerak bo'lgan narsalar. Agar bunday vaziyat bo'lmaydigan bo'lsa, endi bo'lishi mumkin. Bu nima bo'lgan taqdirda ham общий расклад, shuni ham inobatga olasiz degan umiddaman. Xo'p, nimalar bo'ladi yaqin kunlarda? To'y, marosim, uchrashuv, mana shunaqa oilaviy marosim, uchrashuv, to'y, mana shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Kimdir turmushga chiqyapti yoki uylanyapti. Yoki kimdir tug'ilgan kuni. Mana shunaqa oila yig'ilib, bir dasturxon ustida yig'iladigan vaziyat bo'lyapti bu yerda. Katta ehtimol bilan bu ayol kishini tug'ilgan kuni bo'lishi mumkin yoki ayol kishi sabab yig'ilyapti, xursandchilik bo'lyapti bu yerda. Yoki bu yerda siz ajrashmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, mana shu ajrim yoki umuman hujjatli ishlar bilan bog'liq, davlat xizmatlari bilan bog'liq qandaydir binoga, qandaydir ayol bilan oilaviy masalani hal qilish bo'yicha borishingiz mumkin. Ya'ni davlat binosi, hujjatlar bilan shug'ullanadigan qanaqadir binoda oilaviy vaziyatingizni hal qilishga doir uchrashuv bo'lishi mumkin. Nimalar kutyapti sizni yaqin kunlarda? Finansiy holatingiz bilan bog'liq vaziyat hozir balkim hal qilgisi kelmayapti, lekin siz qaror qabul qilishni boshlaganingizda, qandaydir harakatni, qadamlarni boshlaganingizda sizda finansiy o'sish yana rivojlanadi, yana oldinga qarab ketadi. Chunki bu yerda siz umuman hech narsani hozir hal qilgim kelmayapti, hech narsa qilgim kelmayapti degan bu yerda sizni boshqa narsaga chalg'ayapsiz. Hozir emas degan narsa bor. Shuning uchun ham bir joyda to'xtab qolgan bo'lishingiz mumkin. Qandaydir kichik qadamlar sizni natijaga olib chiqishi mumkin. Yetarki siz qandaydir harakatni amalga oshiring, finansiy holatingiz bilan bog'liq. Shunda natijaga oz-ozdan qadam bosishingiz mumkin. Vaziyat o'zgarishi mumkin. Ikkinchi variant mana shu bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Nima bo'lgan taqdirda ham plan qilib o'tirishni o'zi kamlik qiladi, harakat ham kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha.